tasmalar bilan. On 9 yoshlik sportchi Darya Varfolomeyev Barnaulda tug'ilgan va o'sha Parij Olimpiadasida ko'p kurashda, shaxsiy ko'p kurashda oltin medalga sazovor bo'lgan. Bundan tashqari qo'lga kiritgan natijalari juda ham ko'p. 19 yoshda bo'yi 1,75 santimetr. 2019-7 yildan beri professional faoliyatini davom ettirib boradi. Parijda ko'p kurashda oltin medalga sazovor bo'lgan. Jahon chempionati Sofiyada Bulava oltin, halqada bronza, to'p bilan kumush medalga sazovor bo'lgan va o'sha 22-yil jahon chempionatida ko'p kurashda 2-o'rinni egallagan va jamoasi bilan ham. Endi juda medallari ko'p, oltin, kumush, bronza medallari va asosiysi albatta